Bugun sizlarga futbol tarixini so'nggi daqiqalarda kiritilgan mo'jizaviy g'alaba gollardan gap ochamiz. Hamma boshladik. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videoyimizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Futbol tarixi juda ham ko'pgina mo'jizalarga shohid bo'ldi. O'shanday mo'jizalardan bittasi bu o'tgan mavsumdagi Chempionlar Ligasi yarim finalida Ajax va Tottenhamni qarshilashtirgan o'yinda haqiqatga aylandi. Yarim finalni ilk o'yinini yutqazgan Tottenham ikkinchi o'yinni yarim qismida ham 2-0 hisobida orqada qolgandi. Shundan keyin ingliz muxlislari finaldan umidlarini uzgandi. Faqat ushbu o'yinni ikkinchi taymida tarixda kamdan kam bo'ladigan mo'jiza haqiqatga aylandi va Tottenham 2 gol kiritadi. Faqat g'alaba qozonishlari uchun yana bitta gol yetishmayotgan edi. Daqiqalar 96 ni ko'rsatganida Lucas Moura jamoasini va o'zini 3-golini kiritib, yosh Ajax futbolchilarini to'xtatib qolgandi. yildagi Jahon chempionati saralash o'yinini oxirgi turida, Gretsiya va Angliya o'yinini oxirgi daqiqalarida yunonlar inglizlarning ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozonayotgan edilar. Bu g'alaba Gretsiyani Dunyo Kupasiga olib chiqargan, inglizlarni Jahon chempionatiga borishi uchun durang natija ham yetardi. O'sha onda daqiqalar 90+3 ni ko'rsatib turganida, balki futbol tarixini eng afsonaviy jarima zarbalaridan biri amalga oshirilgandi. O'sha kuni to'pni boshiga kelgan David Beckham bergan zarbasi bilan oxirgi soniyada Angliyani musobaqaga olib chiqqan va greklarni Jahon chempionati orzularini yo'qqa aylantirgandi. O'tgan mavsumda Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan Liverpool g'oliblikka bir necha mo'jizalarni amalga oshirib yetib olgandi. Yarim finalni birinchi o'yinida Barselonaga 3-0 hisobida yutqazib qo'ygan ingliz klubi ikkinchi o'yinda bir necha yetakchi o'yinchilarini jarohati sabab umidsizlikda maydonga chiqqan edilar. Faqat maydonga asosiy tarkibda chiqqan zaxira o'yinchilari maydonda borlarini ko'rsatib, 3 golni kiritishni uddalay oldilar. Tarixning eng afsonaviy qaytishlaridan biri 80-daqiqada Trent Arnoldni burchak zarbasidan fantastik oshirib bergan pasini golga aylantira olgan Origi sabab amalga oshgan edi. ...2016-yilgi Yevropa chempionati finalida haqiqatga aylangan bu holatda bo'lsa, Portugaliyalik hujumchi Eder oxirgi 109-daqiqada kiritgan bu goli bilan Fransiyani o'z uyida yiqitib, mamlakat Portugaliyani Yevropa chempioni qilishni uddalay olgandi. Chempioni bo'lishni uddalay olgandilar. Barselonani afsonaviy o'yinchisi hisoblangan Andres Iniestani qilgan yana afsonaviy ishi Gollandiya darvozasiga kiritgan bu goli bo'lgandi. Yulduz futbolchi Jahon chempionatini oxirgi daqiqasida kiritgan bu goli bilan Ispaniya terma jamoasini Jahon chempioni qilishni uddalay olgandi.